Mana shundoq qilib Nasirdan balamning hayot ekanligini, texi hatta uning cho'p-cho'ng yigit bo'lib qolganligini uqdim. Bu men uchun olamni ma'lum qilib etadigandak ajoyib xabar edi. Ammo shu kechasi yana buning rostligidan gumong'imi kelmay turolmadim. Chunki Nasir jasuslikqa muqimlashgan bir shaxs edi. Kim biladi, bu yerga nima uchun nazarband qilindi? Bu yerdagilar sapla oldingi qatordagi ziyolilar edi. Faqat Nasirlar bu o'lchamdagi birsi emas edi. Atuşdan uningdan boshqa tutilganlarmi ko'rinmaydi. Shunga uni menga psixik ta'sir ko'rsatish uchun avatgan bo'lsa, bir balam borligini aytish orqali menga hayotning tatliqligini aslitish ko'zlanganmidi deganlarni o'yladim. Chunki hech nimasi yo'q bir odamning jondan ketishi albatta osonroq bo'lishi, o'limga bel bog'lay olgan birimi bolasini o'ylaganida irodasi bir oz bo'shab ketishi mumkin bu. Men Nasirning tilidan anglagan jangal haqidagi bayonlardan o'z kallamda shakllanganini hikoya qilib bersam bir oz tartiblikroq bo'lsa kerak. Chunki Nasirning o'z tilidan bu ishning tushunilishi tez, vaqtni mu ko'p oladi. Uning jangal safari shundoq bo'pti. U sho'ruqda mening balamni ko'rib bo'lib chiqqandan keyin o'ttir jangalga kelibdi. Buvayning kapisi burunqidakli turgan ekan. Ishik oldidagi qiyri to'g'roqning ishik tarafga so'zilgan shexida o'ltirgan Shatuti uning ismini aytib, "Nasir keldi" deb tumish. Doim uylardagi emgakdan qochib, buvayning yeniga to'planib oladigan, ba'zida buvayning bishoratlik sirliq cho'chaklarini anglasa, ba'zida biri u dönge, biri bu dönge chiqib elib qo'shoq aytishadigan yoki buvayning riyosatchiligida o'yin o'ynaydigan bolalardan asarmi yo'qmish. Buvay kayfi nachar bir holda ishik oldiga chiqibdi. Buvayning kumush talallardek soqollari tirildigan holda salomni ilik qapti. "Va alaykum assalom, o'g'lim" debdi u. Nasir salomdan keyin buvay uchun og'ach kelgan bozorliqni beribdi. Ular qiyri to'g'roq tövdiki chapida asunchak ustida o'ltirishibdi. Asunchak burunlarda o'chki terisidan ishlanadigan selinchi bo'lib, ko'prak tonur beshi, o'choq oldi va ho'ylig'i qo'yib olgan karvatlarga, chapilarga selinatdi. Abdurdin. Nasir yo'l haduqini og'ach buvay bilan gaplashibdi. Buvay, "Bu eng shum bir yil bo'ldi" debdi. "Bir muncha buloqlarim to'xtab qolg'ashqa, qurg'oqchilikdan daraxtlarimning ko'pi qurib ketdi. Bala chaqalarimning vafodorlari bu yil oqim-oqi o'lib, musibatlik bo'ldim. Yangi hukumatning odamlari kelgan ekan. Menga bir muncha yog'limi gaplarni qilib, daraxt qurib qolganga qayg'urmang. Baribir biz ularni qo'mirib yer ochatdik. Suv azlab ketgan bo'lsa, biz suv ekilib, bu yerlarni gullandiramiz. Bu yerda avod bir mahalla bo'ladi-ki, siz peshqadimimizni to'rimizda o'ltirg'izib baqamiz" dedi. Ammo odamning ko'rinishi bakmi quvutulkidek ko'ringashga, qo'lim bilan barpo qilgan egillikim mana shularning qo'lida vayron bo'ladi ekan deb o'yladim. Alloh shu qismatlarni ko'rsatmay burunroq jonimni olsin deb duo qildi. Keyin ular buvayning egilikini kezibdi. Haqiqatan bu echinishli ekan. Minglagan ko'chatlar nobud bo'lib ketganmish. Ondan qaroqsiz, egisiz bilgan odamlar fursatdan foydalanib, qurimagan daraxtlarni qayrib, o'tin qilib, xuddi bombardimondan keyingi manzaraga o'xshaydigan vayronchilikqa giribdor qilibdimish. Oxirida u odati bo'yicha "O'limimga duo qil, men sening umringga duo qilay" debdi va uni yo'lg'ich uzitib kelib etib, "Meni yodiga oladiganlarmi tugab ketyotdi. Balalarmi birdam yerimdam g'avg'o qilishib, ondan bir uchumdan quritgan jigdini bersam, xushal-xuram qiyg'itishib ketishadi. Mana yaqindan beri balalarning surallarini anglayolmas bo'ldim. Sen bilamsan o'g'lim, balalarga nima bo'ldi? Uşaq bala tugab ketmagandi o yurtda"
deb uzutib qaptimish. Men bularni ko'p o'yladim. Nasir rast barmasa bunchalik hikoyani to'qiyamaydi. Uning ko'yganlariga ishondim. Ammo mening o'g'lim haqida deganlari rastmidi? Buni hikoya qilish bo'lsa, birlari o'gitishi mumkin. Ash kuni kechicha Uyg'ur bovayni tushib chiqdim. Buvayning titrab turgan oppoq soqollari tush ichida emas, xuddi reallikda ko'rganimdek nihoyat aniq edi. Texi uning to'cha chiqqan ko'k bahri qo'g'undek sonsiz qo'ruqlar o'zaro kesishib ketgan bo'yinlari xuddi hozirli ko'rib turgandek ko'z oldimda edi. Lekin kishini hayron qoldirdig'ini shuki, tushimda buvayning kaynidagi manzara har qitim qarag'animda bir qitim o'zgarib boradi. Yana bu manzaraning oq ko'rinishiga ovozlarni kirishtirilgan bo'lib, xuddi filmlardagi qistirma ovozlarga o'xshash bilinadi. Ovozlar o'layotgan kishilarning o'lim oldidagi faryodlari bo'lib qolmay, o'layotgan barliq narsalarning, o'layotgan zaminning charaslab yerilgan ovozi, o'layotgan daraxtlarning qaraslashlari, o'layotgan ziroatlarning jon talishib shildirlashlari menam og'riyotgandek qiladi. Bu ovoz yana nemishqidir menamni bir og'an vingildigan ultra ovoz bilan muarlashib ketgandek qiladi. Keyingi kunlarda Nasir bilan qo'rg'on ichida uchrashsamla, o'g'lim haqida uni buni so'rab, uni azg'ashtirib, rost gapni qilishga qistab yurdim. Agar u menga hikoya to'qiyotgan bo'lsa, bu chalg'itma savollarimdan mangdab, ilgari deganlarga rab yemaydigan bir nimalarni demay qolmaydi. Oxir jazm qildimki, uning uchuri rost edi. Men shundoq qilib, meningmi bir iz bosarim, uyimning chiriqini yoqadigan odam bor bo'pti. Ko'nglimda shundoq bir to'qchilik hosil bo'ldiki, agar bu bo'shliqni to'ldirg'ili o'g'lim bo'ladigan bo'lsa, u holda agar uningdan ayriladigan bo'lsam, u yerda olam o'ngkurlardek bir bo'shliq, boshqa hech nima bilan to'ldirg'ili bo'lmaydigan bir bo'shliq hosil bo'lgan bo'ladi. Men xushalligimni realroq his qilish praktikalari qilib, o'z-o'zimni xush qilib yurdim. Ba'zida Nasir bilan tanglashib mengib, uning bo'yi mening qayerimga to'g'ri kelayotgani, o'g'limning qayerimgaroq to'g'ri kelishini o'lchaydim. Voy tova, men hech ko'rmasdimla uning shuncha cho'ng bo'lib ketganini. Ba'zida texi bozorga chiqishga ruxsat elib, shaharning ko'chalariga chiqqan chig'imda o'zimcha bo'y turqi obidga tang keladi deb qaragan o'g'illarni chaqiratdim. Hey ukam, men qara, necha yoshga kirding? 17 ga. Ha, nima bo'ldi? Deydi yigit. Bu holda yuragim vishida qilib, ko'nglim yerim bo'lib qoladi. Nasir yolg'on so'zlab meni oldidimi nima? Bunchalik bo'yi bavalla 13 yoshda bo'lmaydi ekan emasmi? deb o'ylaydim. Keyin kichikroqdan birini chaqirib, yeshini so'rab baqatdim. Agar menga haqiqatan yeshi 13 da biri uchragan bo'lsa, xuddi ashu mening o'g'limdek vujudimni bir issiq iqim papilab o'tadi-da, u balaning bo'ynidan quchoqlab, o'zimga tortib, qo'sqimga mahkam chaplab birdam turib qo'yib etdim. "Sarang mo'madam", deydi bala. "Senchilik bir balam bor edi. Sen shuningga o'xshab ketadi ekansan", deb qo'yatdim. Qanchalik shirin his bu. Endi oqshomlari uyqu izlab xiyol surib yotgan chog'larimda xiyollarimga konkret bir mazmun qo'shilgan edi. O'g'limni xiyol qilib yotatdim. Lekin bu konkret bir seg'inish emas edi. Bakmi mavhum, tutuq ko'rinishlik xiyol edi. Chunki men o'g'limni ko'rib baxmag'ashqa, uning ma'lum bir balalik qiliqini, ma'lum tatli xuyini, ma'lum chiroy ifodasini amaliy aslayolmagachga, bu seg'inish ota balalik mehrdan emas, ma'lum bir qiziqishdan iborat edi. Agar men ko'z oldimga bir chiroy keltiraman desam, uning tug'ilgan kunidagi va ashu qiriqi chiqishdan burunqi ko'zini ching yumib olib, jinining boricha engalab turgan qizg'uch terilik, yiringdek turqinila ko'z oldimga keltiratdim. Ammo
Bu görünüşmü yıllarning o'tishi bilan bag'ansiri g'uvalishib, amdilikda yomg'irliq kunda aynakdan talaning ko'rinishiga o'xshash tarilib ketgan cho'q bir ko'rinishda edi. Nasirning balamni bozorda ko'rganligi, keyin ataylab yo'qlab bag'anlik haqida o'ylandim. Ammo uning ilgari bozorda ko'rganligi va keyin jangalga ketib o'tib ko'rganligi notayin. Uni bu yerga maqsadlik avatganligida shak yo'q. Mana shu avatish oldida menga bir xush xabar berish orqali meni xush qilib etish, amroqligimni keltirish. Shundaqla menda psixik unum hosil qilish maqsadida uni avatishgan edi. Uning o'zining berishi tamoman reallikqa yetmaydi. Demak, Nasir mendan ustulik bilan bir narsaga erishmoqchi edi. Agar bu narsaga erishsa, erishgandan keyinla Nasirni boshqa yerga yo'tkaydi. Hanim bo'lsa, obdan bir zamonda uning kimligini bilib olgan ekanman. Nasir odati bo'yicha qo'rg'on ichida beqirab yurib, nurg'un odamlar bilan tanishib oldi. Ba'zi tanishlar mening uning bilan bak yaqinligimni his qilib, shu tufaylidanla uning bilan yaqinlashdi. Ba'zilar uning kimligi haqida mendan ko'chlab so'raganmi bo'ldi. Shu an agar uning siyosiy kimligi haqida ogohlantiray desam, so'rg'uchilarning o'ziga qandoq ishonch qilish masalasi bor edi. Nasir bu yerga obdalla sangishib ketgandan keyin bir kuni tam tuvidagi oftobga qoqilib o'ltirganimizda u yoq bu yoqqa ehtiyot qilayotgan siyoqda qarab qo'yib, bo'ynini men tarafga so'zib turib, "Chegirdan yenib kelganinglar nimasi? Sarang bo'ldinglarmi? Ist, mendek odam bo'lib qolsam hech qaytmaydim. Po'qpa deb yandinglarmi?" dedi. "Vatanimizga chidamadik. Undaqmi emas-da?" dedi u shubha bilan. U buningda cho'qim bir sir bor deb ishonsa kerak. "Odam xo'sh bo'g'dek bir gap yo'qmi?" Masalan, bir yaxshi plan, bekordan yenib kelmagansizlar. Nima to'g'risidagi plan? "Ve to'la meni gapga solmajma?" dedi u achchiqlagandek, qiydigandek qilib. "Mushundaqla o'tib ketavermasmiz, qizil pochoqlarga ma'qul deb jonni beqiblar deymina?" "Nima qilmoqchi eding, bo'lmasa?" "Ha, shu, nima qilimizni men sendan so'rayapman mana. Apandilar bir nima degandi-ku? Albatta kerak-da. Bir gap topilgandi. Ata-aytan qilayotgan odamga gap qilmaylar, qolsanglar qilaveringlar, biz ketdik deb ketmagandi-ku." Ahmoqmi biz? Undaq niyatimiz bo'lsa, shular bilan ketmamdik. Yangi hukumat xalqining hukumatiga dab uqildi. Çoğunlarımızdan Burhan Efendi telegramma qilib dikenmiş. Qaytib kelinglar, bu toza sizlar arzu qilgan hukumatning o'zi shukan deb. Undaq bo'ladigan bo'lsa, chatda nima qilamiz ketib? Hukumatga ishlaylik deyishdik. Nasir ishonishni yo ishonmaslikni bilolmay bosh chayqab qo'ydi. Ammo u bo'ldi qilmaydi. U cho'qim bu gapni qayta so'raydi. Rost shundoq bo'ldi. Yana bir necha kunni o'tkazib etib, yana ochdi. "Sabit, ikkimiz og'aynimi emasmi?" "Og'ayni. Men-g'o sendan boshqa yaqinroq bir og'aynam bor deb o'ylamayman. Ammo sen meni o'zingga tang ko'rmamsan qanda?" "Meningmi sendan boshqa yaqinroq do'stim yo'q." "Rostmi? Gap ketamdi. Ko'ngildagi gapni qo'ymay deydigan og'aynimi biz yo bo'lmasa, men sendan bugungacha bir narsa yo'shirib baqdimmi?" "Yo'q, ammo amsa nima qilgan yana?" "Sen rastli mush haq bilan hamkorlashib ishlayman deb o'ylamsan? Boshqa nima ish bor? Mamtili apandining ruhi qo'rinib qolmasmi mushundaq qilsang?" "U qaysi zamondagi gap? Qo'yg'ina Nasir. Muallimchilik degan har zamonda o'xshash." Bir necha kundan keyin Nasir menga, "Meni Yangshaning turmasiga o'tkaydi ekan", dedi. Farzim to'g'ri chiqqan edi. Endi buning meni bir taraf qilishdimi ozroq foydasi bo'lishiga umid qilishga bo'ladi. Nasir ketgandan keyin bir qism bo'lib qoldim. Uni jasus degan bilanmi yanala eng ko'ni tanishim edi-da, odamning beshiga kun tushganda yanala bir notunishga qaraganda eski bo'lsinmi, yomon bo'lsinmi ko'ni tanish. Do'st degan obdan bo'lamdikin. Shundoq mayuslandim. Go'yo yumaloq qo'rg'inda hech kim qolmagandek bilinib ketdi.
Nimalar degan bilan o'rtaq keçmişlerimiz, o'rtaq aslimalarimiz bo'lg'ashqa til tepisha olaydiq emasmi? Keyin men bu hissiyotimni ko'p tahlil qildim. Hem keyinki boshqa ko'z tushlarim asosida buning bir turlik Uyg'urchilik ekanligini bildim. Umuman bizda siyosiy jihatda prinsipchanlik bek mukamkan. Bir munofiqmi yuz xotira qiladi ekanmiz. Konu tunuşluğumuzdan bir dilli qo'l uzgimiz kelmaydi ekan. Bizlarga tarjimonlik ishi doimli chiqib turdi. Hammamizga yetgudek ish bor edi. Shundoq bo'lsa-mu, yil oxirlarida Urumchiga yo'tkashdi.